Nimaga aynan MAF va nimaga aynan AGT laminatini tanladingiz? Biz hozir navbatdagi tayyor bo'lgan obyektga kelganmiz. Bu yerga biz MAF AGT laminatlarini berganmiz. Shahar qoq markazida Yakkasaroy tumanida joylashgan bu uyimizni nima uchun aynan bizning kompaniyadan laminat olganlari to'g'risida otziv olgani, uyi egasi bilan ko'rishgani keldik. Sizlar bilan ham obyektda qanaqa ko'rinishda bo'lgani to'g'risida ozgina bo'lishib ko'rmoqchimiz. Aka, ko'p vaqtingizni olib o'tirmayman, bittagina savol beraman. Nimaga aynan MAF va nimaga aynan AGT laminatini tanladingiz? To'g'risini aytganda, MAFni tanlaganim uchun men bozorlarni aylanib ko'rdim. U yoqda million xil bo'lgandan keyin, lekin men yetarli ma'lumot ololmadim deb laminat haqida. Shuning uchun MAFga borgani qaror qildim. U yoqda har bitta zavodni to'liq ma'lumotlarni bergandan keyin shu AGTda to'xtadim. Negaki, bu ekologik toza bo'lganligi uchun hamda rangi yoqqani uchun men shu AGT brendini tanladim. Gap yo'q. Qisqa qilib tushuntirganda juda ham oddiy tushuntirish bo'ldi. AGTni nimaga odamlar tanlayotganini sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldik.